Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bizni kuzatib boruvchi qadrdonlar. 2026-yilda ham yana xonadonlarga tunakafon qilishda davom etyapmiz. Bu xonadonimiz Andijonda Buloqboshi degan joyda yana bir xonadonimizni chiroyli holatda tunakafon ishlarini qilib berganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, hozir sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Qilgan ishlarimizni vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Vodiydan tashqariga kelishilgan holatda qilib beramiz. 120 mingdan 140 ming so'mgacha listimizga qarab hisobimizni chiqarib qilib beramiz. Listimiz 4 xil listimiz bor. 03, 035, 037, 04 listlarimiz bor. Shularga qarab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu xonadonimizni ham sizlarga necha pul ketgani, necha kvadrat ketganini sizlarga aytib o'taman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Andijonda Buloqboshdagi ishimiz. Bu xonadonimizni ham hozir qo'ldan kelgancha qilgan ishlarimiz obzorini qilib beraman. Bu tomonimiz ko'cha o'stirma shapkamiz. Uzunligi 22-20 sm, 68 sm tarnovdan duolgacha bo'lgan joyimiz. Bu xonadonimizni 04 lista qilib berganmiz. 310 kvadrat tunaka ishlatganmiz bu xonadonimizga. Hozirlarga 310 kvadrat tunaka qayerlar bo'lganini ko'rsatib o'taman. Bu joyimizni tunakadan qilmaganimizning sababi uy past bo'lib qoladi. Duvol urib shuvoq qilsa, unga to'g'irlab qo'yganmiz. Shuvoq bo'lib, bu tomonimiz ham shuvoq bo'lib, travertin bo'lib, sal balandroq ko'rinishda bo'ladi. Va ichkari tomonimizga kirganimizda darvozaxonamiz bitta tomoni ikkita darvozaga bo'lib qo'yganmiz, chunki unida chiqqan joyi bor. Bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Undan ko'ra mashnaqa holatni biz ma'qul ko'rganmiz. Uzunligi 8 metr, eniga 4 metrlik tashqidilar ikkitalik navo qilib, yangilikcha kirgizib qo'yganmiz. Shunaqa ko'rinishda fasonimizdan bo'lgan. Narigi tomonimiz ham uzunligi 14.80 ga 3.60 lik darvozaxonamiz. Bu tomonimiz ham bor, bu tomonimiz ham tunaka. Bu joyimizni shunaqa qilib bo'lib qo'yganmiz. Tagiga to'g'ri keladi. Navodi taglariga shunaqa ko'rib bilan yasab o'tganmiz. Ikkita bu joyimizga oyna rombi qo'yib berganmiz. Narigi tomonimizga bitta oyna rombi qo'yib berganmiz. 14.80 ga 3.60 lik joyimiz bo'lgan. 310 kvadrat ichida hisoblab turamiz. Va ichkari o'stirma shapkamiz. Bu chekadan aylanasiga bo'lgan. Aylanasiga narigi chekagacha 35 metr, 35,5 metr, xullas общий 35,5 metr, eniga 120 lik shapkamiz. Shunaqa ko'rinishda bo'lgan, ko'riplari bilan birgalikda. Bu joyimiz ham tunakadan o'ralgan va akfamizni tepasi ham polni tunaka bilan o'ralgan. Plantonimizni ham hozir ko'rsatib o'taman. U ham 310 kvadrat tunakaning ichida ketadi. Bu xonadonimizning общий hisobi 42 million 300 ming so'mga polni tayyor bo'lgan. Ko'cha tomon, ikkita darvozaxona, shapkalari va polni mono plantoni bilan birgalikda. Bu joyimizda ham akfani tepasini shunaqa ko'rib qilib o'tib ketganmiz. Polni tagiga to'g'irlab, urvilini bir xil qilib, chiroyli qilib. Bu joyimizga tarnov qo'yilmagan, polni o'zi tarnov bo'lgan. Shunaqa ko'rinishda qilib berganmiz. Plantonimiz ham darvozadan kirishda darvozadan ko'rinadi. Shuni evaziga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, ko'rinishga chiroyli qilib berganmiz. Bu xonadonimizni 04 listdan qilib berganmiz. 42 million 300 mingga tayyor bo'lgan xonadonimiz 310 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Bu joyimiz ham narigi tomon bilan bir xil fasonda bo'lgan ikkitalik navo. Bu uyimizning navo bo'ladi, dumaloqdan ikkita qo'yilgan, tashqidilar shaxmatga skromniy holatda qilib berganmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa 2026-yilda ham sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli ishlarimizni qilib boramiz. Masofani farqi yo'q. Bizga aloqaga chiqinglar, nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa sizlarga ham ishonchli, tanlov, sifatli tunakafonlarimizdan qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.